Shvetsiyada Turish qara, bu turish qara. Golindagi yerosti yo'li metrolarni sizlarga ko'rsatmoqchiman. O'zbekiston bilan solishtirishga resurs tomonda qani ketdi. Mana ko'rib turibsizlar, metroga tushish joyi, ichkariga kirasizlar. Mana. Metro tushish uchun mana bunaqa sizlarga karta kerak. Oddiy plast stansiyasi ichki ko'rinishi mana shunaqa. Metroda hech kim bilan hech kim yo'q, hamma o'zi bilan o'zi olib boradi. Men kech qolyapman, mani metrom kelmayapti. Kutib turibman, hali. Bizni metro kelib ko'rib turibsizlar, endi men yo'lga chiqdim. Go! Bu yerda shunaqangi narsa bor, yoshi kichkinalar, yoshi kattalarga joy bermaydi. Bezdirib bu turaveradi. Lekin shu vaqtgacha agar men bitta kimdir tika turganini ko'rsam, o'zimda yoshi kattaman, albatta joy berganman. Plus kadrni buzganini qaranglar, mana buni. Yo'q, ko'rdinglar, aynan men bitta ikkiganim sizlarga ko'rsataman deb uzoqdan olib kelyapman, lekin poyezd o'tib qoldi. Bir uchun mana shunaqa bilet, kartani narxi xullas shvedskiy kronada 1070, 1060, 1000 xullas borki, O'zbekistonning so'miga hisoblaganda 1.300.000 oshiq pul bo'ladi. O'zbekistonda o'sha narsa nechta? Sizlar masalan bu bilan bir oy avtobus, metrolarda bemalol yuraverasiz. Yana bitta qiziq narsa, agarda masalan sizlar o'sha biletni, mana bunaqa karta olmasanglar, metroga tushsanglar nima qiladi? O'shani olib ketinglar.